san'atkorimiz Xayrigul Hasan. Qarshi olamiz. Xayrigulda Sudi advokat o'rnining hamkorlashuvchisi, kasbiy pishqan advokat Fatigul Abduqodir. Qarshi olamiz. Ko'pchilik tanilgan psixikalik yetaklash jihatda ko'pchilikni qoyil qilib kelayotgan psixik yetakchisi Ali Ma'lum. Ali Ma'lum qarshi olamiz. Uchinlar bilan o'zaro fikr o'rtoqligiga kelib, ko'ngilli suhbatlarni bo'lib, yoshlarni to'g'ri yo'lda yetaklashni xohlaymiz. Rahmat sizlarga qimmatli vaqtinglarni chiqarib bugungi programmamizga keldinglar. Xo'sh ko'pchilik, undaq bo'lsa, biz alqishlarimiz bilan bugungi programmamizga kelgan jo'rsiz chiroyli qizlarni sahnamizga taklif qilamiz. Qani qizlar, marhamat. Ekran aldidagi do'stlar, bizning Tunjsan elchi programmamizning chiroyli mehmonlari sahnamizdan o'rin oldi. Mana bu qizlar hammasi asosan oliy maktab ma'lumotiga ega bo'lgan, har soha har kasbdan kelgan jo'rsiz qizlar. Chiroyli qizlarni qarshi olamiz. Programmamiz orqali o'zinglar ko'zlagan maqsadlarga yetib, baxtli nishonlarga ulashishinglarga tilakdoshmiz. Rahmat sizlarga. Xo'sh, ko'pchilik, endi programmamizning qoidasi bo'yicha birinchi mehmon, ya'ni birinchi yigitni sahnamizga taklif qilamiz. Taklif qilishdan burun biz ekran orqali uning bilan tanishib chiqaylik. Yaxshimisiz do'stlar, ismim Elshad Ismoil. Bu yil 26 yosh. Mijoz xarakterim bo'lsa ochiq yo'riq do'stona. Kasbim bo'lsa aktyorlik. Bu programma qatnashishdagi asos maqsadim bo'lsa, o'zimga o'xshash ochiq yo'riq do'stona bir loyiq talsam deyman. Qani alqishlarimiz bilan sahnamizga Elshadni taklif qilamiz. Qani Elshad, marhamat. Yaxshimisiz Mayra? Yaxshimisiz. Sahnadagi go'zal, oqko'ngil qizlar, hurmatli ustozlar, naqmadan ham ekran oldidagi ko'rmanlar, hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Rahmat, birga bo'lsin enim. Bayatdan ko'rinish orqali his qilishimiz siz aktyorlik kasbini bitiribsiz, shundaqmi? Aktyorlik kasbida o'qish pek ko'ngilli qo'dayman-da. Albatta, o'zimning yoqtirgan kasb. Siz o'qiyotgan vaqtlaringizda qanday obrazlarni ko'proq yarattadingiz? Masalan, yashanganlarningmi, yoshlarningmi yoki salbiymi, ijobiymi degandek? Har xilni o'rnatdim, hamda bakrak jiqi shu yoshlarning, ularning bolalarning. Bolalarning rolini masalan, bir dadam bo'lib bersa, men o'g'il o'lman degandek. Masalan, men opangiz bo'lib beray. Hozir bozorga bordik, ha? Xo'sh, ketyapmiz, xo'sh men. Oy, yo'l qarab mana. Qondamangni apa, yo'lni shunchalik tursa? Meni manda cho'ng bola. Bakrak kichik bola bo'la olasiz. Bo'pray. Masalan, 10 yoshlarda deylik, men cho'ng o'g'lim bilan tanga. Xo'sh, boshliqqa. Bular buguncha kitobxonaga berib kitob ko'raylik, ya. Voy, apa beraveramdi. Voy, necha qatam bordik? Oyda bir qatam bormiz ku bolam. O'ynaydigan vaqtimda o'ynoqlik qo'ya, apa. Nima o'ynag'ing bor faqat? Motoche o'ynayman. Qanaqa boshqami? Sizlarga qanday ta'sir berdi? Qizlarning so'zini bir anglab boqaylik, ya. Menga bergan ta'siri bir xil jonliq, sho'x ta'sir berdi. Demak, yaxshi ta'sir berdi, shundaqmi? Bayatdan o'zi dedi, yoshlarning rolini yaxshi o'ynayman deb. Undaq bo'lsa, bizning qizlarning orasida aktyorlik kasbini bitirgan qizlar bor. Masalan, Arzu o'zi hozir aktyorlik kasbi bilan shug'ullandi. Takliflarga binoan. Xo'shqini. Arzu, maslashni xohlaysiz? Kasbimizda. Endi hikoyani chiqarishdan burun bunday bir so'ray, biz programmani atmangayli, o'yinlarimizni ham atmangayli. Bo'ldi. Siz turmushda eng qabul qilolmaydigan ish qaysi tarafda? Men turmushda qabul qilolmaydiganim hamda ayollarda bek az, ammo ayollarning shu taloq qarab qilishidan faqat qabul qilolmaysiz, shunaqmi? Sizchi? Turmush qabul qilolmaydigan tarafingiz qaysi tarafda ifodalandi? Men o'g'illarning yot jinsdagi do'stlarining jig'i bo'lishini qabul qilolmayman. Demak, arishqinlarning azroq o'xshab qoldi ekan. Undaq bo'lsa kapaqayli. Oldi bilan Arzuga bir telefon keldi deylik. O'zinglar tanlanglar, to'ydan keyingi turmush bo'lsinmi, to'ydan oldingi turmush bo'lsinmi? To'ydan keyingi bo'lsin. To'ydan keyingi, ya. Undaq bo'lsa boshladik-a. Arzuga telefon keldi hozir. Voy, nada?
Uyda kim o? Voy, ovozimni tonimas bo'lib ketding degina. Men Farruh. Yaxshimi? Voy, yaxshi dedingmi? Ha, nima ish qilyapsan? Shu erim bilan o'tirgan uyda. Uyrim bilan? Va qachonlarda to'y qilib olding? Va chaqamiding qo'y? Xalq ketdi, sen nelar qilding? Anti bilsanmi? Chaqqan ekansan qo'y sen. Oh no! Sizga qachig'ingiz yo'qmi? Albatta. Achig'i yamaraq ekan, ha? Demisimi, men telefon hamda har qanday bir kishinin achig'ini keltirib qo'yishi mumkin deb o'ylayman. Xo'sh, undaq bo'lsa almashaylik. Bo'ldi. Endi Ilshatga bir telefon uraya qizlar. Voy. Voy, pomsan. Yaxshi. Kim o? Baba. Ajib yo'qolib ketding. Men demoqchi. Voy. Nada? Jidong'unsiniki ekan. Ay, siz onu boshqadimi? Ko'rishma qavalish qiz olishmayman ishda. Ay, Ilshat. Chaqalatdi. Muzkin emas. Boşamaz ekan, ha? Qaranglar. Yelitilla taqdir kirpoqchilar bu telefonni chaqilib tursam, ati turib o'gilikka. Telefon Avval tashlamaydi. Elchat, sizni bek tabriklayman. Yurigingiz bor ekan, o'g'ilvaliga xos bir xil xushqulluq bor ekan, mardonlik bor ekan, xos psixikangiz bor ekan. Chunki siz mush 8 qizvali bor maydonga tunchi dumboqni men chalaman deb o'tirib chiqalabsiz emasmi? Ma 8 qizvalini hammadan ko'rsa sal asraydi deymi, qo'rqidi-ku. Shundaq-ku? 8 qizvala. Ashula Ayoldan sizni nima qaysi deydi? tanlaydi? O'tirib turib, 9 qizdan o'tirib turib, qandaqroq hissiyotga keldingiz deydi hozir. Albatta o'zimni vaqtga his qilmanda. Voy, jiddiylashmabdi, baxtingiz haqi. Diylashmadingizmi? 9 gul tursa. Albatta Nechi jiddiylashmadi. 8. Ha, 8 gul. Sizmi gulg'adi. Rahmat. Rahmat singlim sizga. Rahmat. Amaliyotda bu rolda butunlay xarakter ifodalangani yo'q. Faqat rolning ichiga bakrak kirib, turmushdagi o'zini ozroq olib chiqdi deb o'ylaymiz. Shundaqmi qizlar? Endi erkin ixtiyor o'zaro bir-birlarini savol so'rasanglar bo'ldi. Qizlar avval so'ramizlar, Ilshat yoki siz avval so'ramisiz? Men boshqa so'ray. Mayaq ikkinchi nomerliq Aliya. Aliyadan so'ray. Sizdan so'rab baqsam, shu to'y qilishdan burun muhabbatlashayotgan jarayonimizda misolan ikkimiz bak urushib ketdik-da. Albatta men ko'nglingizga azor berib qo'yman, sizmi ko'nglimga kagida gaplarni qilib qo'ysizda. Bu vaqtida qanday usulda hal qilasiz? Da eng avval men o'zimni bisib olman. Anandikin to'g'ri yo'l orqali hal qilman. Sizdan Boshqalarga deyishni xohlamayman. Faqat o'zaro misol so'rmoqchidim, to'g'ri yo'lda Demak, hal hech kimga qilmang. demeydi ekan shuni. Siz rozi bo'libsiz-da. Rozi bo'ldim, mashallah. Xo'sh, davomlashtirsanglar bo'ldi. Men bir savol so'rg'im kelyapti. Aliya. O'zim bir taraf hal qilman dedim. Bu ikkinlar o'tirsida bo'lgan munosabat-ku, ikkinlarda buzilgan munosabat. Buni qanday hal qilasiz? Shuni kallangizda aniq bir hukm bormi? eng avval o'zim bisib olgandan keyin kayfiyatini tashlab bo'lgandan keyin bu yoqni izlayman-da, anandan keyin ikkimiz bir taraf kelib, anandan keyin chiroyli hal qilsak bo'ldi. Agar siz kayfiyatingizni tanishmagingiz bilan bu yoq kayfiyatini tanishmagan bo'lsa-chi, buni qanday bir taraf qilasiz? Taki kayfiyat yaxshilanguncha saqlab turman. Yaxshi mijoz yaxshi ekan, ha? Boshdan oxir shu mijozning yaxshi holati bilan taqobil turmoqchi ekan. Alima olim. Sifayatimni shu o'zim besolmay kayfiyatimni tanishayman dedingiz. Kayfiyat tanishishning har qanday oqida chuqur bir o'y oldi-chu. Siz nimani o'ylash orqali sizda g'o'jdikagi bu yuqur besimli kayfiyatni bassiz. Odatda mening kayfiyatim nachar vaqtida chiqib, o'zim ko'nglim tatgan narsalarni yeyapsam, chiq-chiq olmayman. Ammo u yer urushayotgan vaqtda hargiz ko'nglingiz tatgan tomoqni yemaysiz. Hozir Irshad bilan tuyuqsiz shunday bir holatga qoldinglar. Ikkalni bir qo'yib bersizlar, chuqur urush talash bo'ldi, siz o'zini besib olaman dedingiz. Birinchi savol so'raydiganim, siz doim mana shunday o'zingizni besib olamsiz yoki bo'lmasa Buning albatta cheki bo'ladi-da. Har qanday qishda. Mushundaq bir ahvol yuz bergan vaqtda siz mush ikkinlarning shu so'qishayotgan, xapilishayotgan holatidan qanday chekinmoqchi? Adamning ochiq kelayotgan vaqtda ochiqini bosolmaydi. Texmi yuqurlaydi, birsi voy xapomig'in bo'ldi qil degan sir Men ochiqlaydi. o'choqning qarshi tarafga yo'l qo'yman. yo'q, mush vaqtda bir bo'lsa siz bir narsani o'ylash orqali ochig'ingizni bossiz. Bir bo'lsa uydan chiqsiz, bir bo'lsa o'zingizni uyga chirib suvni olasiz. Yoki bo'lmasa bayatni degandek yaxshi ko'rgan tomoq yeysiz. Usul kerak. Hargiz iliqib besib olaman deb besib olmaysiz. Qaysi usul orqali besib olasiz? Ishig'i chiqib bozor aylanaman. Ha.
Demek ikinglar so'qishayotgan vaqtda siz ishda chekinman. Shu sorundan ishda ketib, o'zimning kayfiyatini tangshash uchun bir Qochaman demek. talampay berman demoqchi. Qochaman demoqchi. Rahmat. Menimcha ma'lumlarım xeyli qayil bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bakrak tirkishda baribir qizlarning qalbi bakrak yor bo'lib qolamdikan deyman. Lekin Aliyaga qarasam o'zi bakrak besib olamdikan dedim. Chunki bu tomoq yegan holatlarini toz ko'mdim. Chunki tomoqni ochiq kelganda jiq yegan qizlar cho'qim samirib ketadi. Qaraganda Aliya turmushda ko'p ochiqlanmaydigan o'xshaydi, ha? Men xijilib qoldim gapingizdan anglab. Tomoq yemay turib samirib ketman danga. Uni ustiga qolsam Avval yesam bo'ldi danga. bozor ilman dedim. Men xapilab uyda o'tirsam siz bozor chiqdisiz danga. Voy, biz bir qo'shiq ko'p kellar ekan. Bozor chiqatmay oldin gap qilmay o'tirib bersangiz bo'g'idek. Xo'sh, qani Fayza. Ben abiyamga sualga cevap verip baksam ben, ama kimden sorulan o. Nimini oylap özünüz besip kaldınız diyen sualga cevap Alimalıqның versem. sualı. Hem de ben kanda oylayman deseniz, hem de her vakit to'g'ri açığımız basamay kalımız. Lekin bazen bir vaxtlarda özümüz oylap kalımız şu. Ben sokaştım, ya ki çoğunlar bildi, ya bo'lmasa do'stlarim bildi. Birinchidan ikkilimizning yüz meselesi var mı? Az vaqt to'y qilib ajab so'qishib qoldi degandek. Undan boshqa çoğunlar bilse, ilişası bo'lgan qarshi ya bo'lmasa nimasi tuvallab ketishdan ansirab, shuni ba'zi vaqtlarda demayman. O'zingiz qanday hal qilasiz ular deyman. Özüm şu vaqtda şu özümni temkin tutuş, ya bo'lmasa azroq vaqt o'tgandan keyin chiroyli paranglish orqali, lekin uning qitimsan jiq emas. Hozir bu qizning tushundigin to'g'ri. Ya'ni men so'rmoqchi bo'lgan savolga to'g'ri javob berdi, ammo to'g'ri javob bergan bilan buni to'g'ri degil olmaydi. Psixologiyada cho'qim yoshlar bo'lsin, har qanday bir odam bilish tegishlik bir prinsip bo'ldi. Har qanday sizning ochig'ingizni keltirgan odamning sizning kelgan ochig'ingiz bilan asli munosabati yo'q. Shu biz odatda ochig'imni keltirma deymiz. Hargiz ochig'imni paydo qilma demaymiz. Bu yerda ochig'imni keltirma degan gapning o'zidan chiqib turyapti. Sening mush gaping menda ba ochig'ni keltiryapti deganlik. Shunday bir narsani bilish kerakki, ba'zi odamlarning asli bir ochiq bo'ladi. Bu ochiqni hargizmi qarshi tarafning harakatini cheklash yoki qarshi tarafga manda gapni qilmaysan deyish yoki biz qarshi tarafni hatto almashtirish orqali tugatkil olmaydi. Faqat va faqat nimasi bu ochiqning jildisini tepish orqali aningdan keyin hal bo'ldi. Xo'sh, o'zaro savol so'rasanglar bo'ldi. Ha, güzel. Sizning bir oylik kirimingiz qancha bo'ldi? Mening bir oylik kirimim muqim emas. Ammo ang to'yini olganda 5000, yuqori olganda 10 ming oshadi. Qo'lam degan. Masalan, 10 ming ko'y maosh oldi desak, 10 ming ko'y maoshning yemekka, ishmakka, xashlashga chiqarib o'tgan vaqtda qancha pulni sapmoq olaysiz har oyda? Yemekka bakra xajlayman. Ammo kiyim-kechakda xajlab ketmayman. Hamda ish kuchadi, bir ikki qo'ri olib qo'ysak. O'zingiz shaxsiy yemsizmi do'stlaringiz bilan ko'proq? Shu do'stlarim bilan sorunimiz jiqroq bo'lib qoldi. Anda vaqtida sal chiqimga ketdi. Qilamizlar, siz bakrak ko'proq mehmon qilamsiz. Do'stlarim bakirishimiz qilamiz bo'lmasa men birag'inam bilan ya o'zim yolg'iz beriblam to'laytimiz. Adadiyan chiqib qaraqma qo'lingiz. Mashina to'ltirdik. Fayza. Mesela siz turmuş kurup oldunuz. Turmuş kurup olgandan keyin burun emdi ayolingizmi bekarak yaxshi ko'rgan sizning qiz do'stingiz sizni qayta izladi. Siz shu ahvol ostida emdi rost gapsiz hozirmi shuni bak yaxshi ko'radingiz. Men ashta his qildim endi sizning xarakteringizdan. Bu ayolingizni orada ko'rib, yana uni yana qayta yaxshi ko'ralamsiz. Kesibli javob bersam, agar to'yilgandan keyin mana shu yuz bersa, bo'ldi men uni umid uzib qoldim, chunki men o'zimning yangi turmushimni boshlab qoldim. O acəsiz, rastla acəsiz. Mən yaxşı görsəm bu. Mən Fatигül'dən naytriyal bir məsələni sorğum var. Fatигül'də növbətdə acırış nisbətini yuqurlawatıdı deymiz. Lekin biz onunğa qandaq sansipir bilan yuqurlawatqanını oxumaymiz. Çünki biz o cəhətdə köp materiallarını görüb baxmıdıq. Faqat qulqumuz bilan acırış nisbətini yuqurlawatıdı degan mush gaplarni anglawatımız. Endi mush turmuşda ikkilanish, ilgirki qiz do'sti bilan munosabatni uzmaslik degandek turli va hokazo tufaylidan acırış nisbati yuqurlawatamdı yoki turli sabablar bormi? Hazır hem de cemiyetimizde acırışlıqlar bir kadar köprek. Bu acırışlığın sebepleri köp xil. Mesela ev ayal oturusunda diki mikro muhabbetten susuşu. O iqtisadi cihette birliklenmezlik. Şu ev yoki ayal tarafının ki sırt qarab qilişi. Şu ailegi məsuliyyətsizlik qilish. Onun başqa şu özara tushunishning kamchilik bo'lishi. Onunla başqa ev yoki ayol tarafdaki apsi, mesela taraflarının qaynapsi demdik, qaynapsi, çoğlarının aralashışı, turli sebepler tüpeylidən acırışlıqlar nisbətən hem de köpəyib qılıbatıdı.
Demek bu meselelerni yana adam ameli bilen hal kıldık elimizde. Ha, to'g'ri. Turmuşda erler köprek mesuliyet canlıq tuyg'usini uyg'ota olsa, ayollarni o'zining beg'ishlash tuyg'usini uyg'ota olsa, mundaqcha aytganda cho'nglarcha, yoshlarcha bo'lsa, hammamiz o'zimizning turmushini radga silib olsak, menimcha cho'ng masalalar yo'q ekan. Rahmat. Chunki bular to'y qilish oldib turayotgan qiz yigitlar bo'lganligi uchun biz cho'qim qonuniy jihatdan, turmush jihatdan, psixik jihatdan bularni yetaklasak, albatta programmamiz ochgandan keyin hodig'ini chiqara olamiz deb o'ylaymiz. Navbatda qizlar o'zlarining savollarini aytib, joyida o'tirib qo'yotdi. Yana qilib qolgan savollar bormi yoki Ilshad siz qizlarni so'ramsiz? Oyoq so'ravasin, Risolat. Men sizdan so'rab baxsam, agarda siz to'y qilgandan keyin sizning oylik xarajatingizni o'zim tutsam deb o'ylamsiz yoki ayolim boshqarib bersa deb o'ylamsiz? Ha, mana qilchini o'zinglar. Maqdiram siz o'zingizdan sizgini. Mas'ul bo'ldi ekan. Men odatda bayon so'zlashib o'tib-ku, men sal batqajdan so'ralab berib qolsam qo'lim bir şey dedim-ku. Bosh mushkulam tatib olib olsangiz texnik yaxshi. Biri boshqaramiz. Pul sizda to'g'ri yaxshi. Men o'zim tutmasam, bakrak tejashlik bo'ldim. Risolat rozi bo'ldingizmi? Rozi bo'ldim. Yo'q, men Risolat sizdan so'rab baxmoqchi. Agarchanda siz boyagi savolingizda mush iqtisodni men boshqarsam degan shu ideyami bormi? Yo'q, men unda qo'ymayman, chunki er ayollar o'rtasida cho'qim kim iqtisodchil bo'lgan chaqda shu tutsa o'xshash yana bir o'yinning odami deb o'ylayman. Unda men sizdan bir tanlash qilib boqay. Siz masalan jiq pul tepib, badxijrak, jiqroq pul xajlaydigan bolani yaxshi ko'ramsiz yoki ozroq pul tepib, tejashlik yuradiganni yaxshi tanlaymiz? Men az topsaqmi, baxtli bo'lsak Yo'q, men ikki savolni tanlashni bilaman. Birisi jiq pul topadi, jiq xajlaydi, yana birisi az pul topadi, tejashlik yuradi. Azroq pul tepib tejashgan bo'lgan yaxshi. Bu savol o'xshamaydigan ko'z qarashchilar bormi? Bu chiqqan bu. Masalan, Arzu. Jiq tepib, jiq hajliga yaxshi deb o'ylayman. Bu hayot bak qisqa-ku. Topgan qazlash kerak shunaqo. Ha. Fayza. Menimcha bu jiq pul tepib, jiqaroq pul xarjlashni yaxshi ko'raman. Chunki hamma ehtiyojimiz hamda pul bilan ham o'lchaydi bo'lmaydi, lekin nurg'un vaqtlarda shu Mesela sayohat qilaylik yoki cho'nglarni razqlaylik ya boshqa ko'ngil ichish har qanday turdan bo'lsin. Uningki eng qisqasi qizlarningki shu oylik xarajatidan chiqish uchun bo'lsin-mi, o'g'illar cho'qim chiqaroq pul topsa bo'larmi deb o'ylayman. Bu necha ming yil odamlar ibtidoiy jamiyatda yashaganlik uchun o'rmonlar demoqchida. Bir er qanday o'ylaydi bo'lsa, men o'g'layman, och qolmayman deydi. Ammo ayol bo'lsa o'g'lash iqtidor bo'lmag'achqa uyamda qanchalik yemeklik bor deb yemeklik uning uchun bekrak bexatarlik tuyg'usini berdi. Bu yemeklik bu yerda nimaga o'zgaradi bo'lsa, pulga o'zgaradi. Shu ayollarning pul orqali bexatarlik tuyg'usini ko'proq tepishi ham pul orqali muhabbatni his qilishi bu hargiz ma'lum bir qizdagi shaxsiy mesaj bo'lmasdan balki ayollar bo'lgan o'rtaq bir xil alaylik. Menimcha buni shu ekran oldidagi barliq o'g'il va erlar alayda diqqat qilish kerak. Chunki ba'zi erlar uchun aytgan son pulli bo'z bo'lamdi deydi. Bu hargiz bu shaxsiy ya Xurshidam ya Arzugul yoki bo'lmasa Ra'nagul'dagi masala emas, balki ayollardagi o'rtaq masala ekanligini bilganda, ondan bu masalaga nurg'un erlar to'g'ri qaraydi. Demak, Ali ma'lum shu ovchilik davrida ayollarda selishtirish bo'lib ekanda, bak og'rinib ketmisanlar bo'g'dak erlar. Ana ayollarda bor ekan. Xo'sh, Xayrgulda. Pul bilan hal bo'ladigan ish dunyodagi eng kichik oddiy ish. Shuning uchun bu pul bo'lgan masalani o'zinglar qanday hal qilishni o'zinglardagi tonishda deb ashuna qaragan, shuningga pulni birinchi o'ringa qo'yib olmay, o'zinglarning shu oiladagi shu turmushingizni qiz yigit bo'lsin, yigit qiz bo'lsin, hammanglar o'zinglarning qimmatini yaratish. Agar o'zinglarda qimmat bo'lmasa, boshqadan yaratgan qimmatga minnatdorlik tuyg'usi bilan o'zinglardagi bor mehr muhabbat bilan shuni texmi baxtli qilish qizlarning qilish tegishlishniki deb qarayman. Maqsad hammamiz o'zimizning ko'z qarashini saqlab qolsak bo'ladi. Lekin tajribali ustozlardan tajriba egallash bizdek shogirdlarning mas'uliyatimiz shundaqku. Endi hammaylar o'zimizning ko'z qarashini saqlayapmiz. Ilshod qanday ko'z qarashda biz huquqmaymiz. Chunki risolat dedi, oz topsimi, xotirjam o'ssak mayli dedi. Yana bir qism qizlar dedi, ko'p topgan yaxshi emasmi dedi. Ilshod kimninkini bakrak yaqlaydi biz anglab boqaylik. Men shu risolatning deganini bakrak qabul qilman. Quloqqa bakrak yoqdimi? Men abayim dedim-ku. Men mayli oz topay, jiq topay. To'y qilishdan burun manechalar degandek topqirimni xajlab. To'y qilgandan keyin bo'lsa, albatta bir oila uchun pulni yig'imsam, xajlab olsam, bu yoqni hech kesma qana qilmayman.
Mana qaraydigan bo'lsak, bizning bir necha qizlar chiroqni o'chiribdi. Bizning programmamiz mundaq bir erkinlik bor. Agar siz qarshi taraf bilan fikr jihati o'rtaqlik kelmaydigandek his qilsangiz, siz chiroqni o'chirib o'tish erkinligingiz bor. Albatta, eng oxirgi saqlab qolish erkinligingiz bor. Lekin o'g'il agar sizni xohlamasa, o'g'il berib chiroqni o'chirib o'tish erkinligim bo'ladi. Xo'sh, undaq bo'lsa, yana savollaringiz bormi qizlar? Rayla. Men bir savol so'rab baqsam. Men o chiroqni o'chirib bo'ldim, ana shunday bo'lgan. Ahvolat istedim. Siz qiz do'stingiz deb turay. Qiz do'stingiz bilan masalan tanishgan qiz do'stingiz yoki ayolingiz bilan masalan burunqi erishkilarning o'tmishdiki ishlarni to'liq deysam, to'liq bilsam deb o'ylamsiz yoki bundan onun tanishgandan burunqi ishlarni bilmasam deb deyishimsak deb o'ylamsiz? O'tmishiga qiziqamsiz, qiziqmamsiz demoqchi bo'va. Eng yaxshi qiziqishmayli. Kelimizning ko'nglim bo'lib qolarmiki deyishmagan yaxshi. Siz qaysi javobni olishni xohlaydingiz? Lekin aksicha. Men chuqur men gaplarni deyishib, ashtaq bir xil ochiq-oshkor bo'lib ketsa deb o'ylayman. Demak, mushadi bir narsa oydin bo'layotdi yo'ldoshlar. Mana bu yerda erlar va ayollar o'tirsidiki bir farq chiqib qelyapti. Amaliyotda erlar o'zining jo'risining o'tmishdiki hikoyasini anglashni qat'iy yaxshi ko'rmaydi. Ham so'g'an taqdirdimi ayol ya qiz jeni chiqsimi e'tirof qilmaslik kerak, ham demaslik kerak. Chunki shu bir qatim degan vaqt har qatim erning kayfiyati nachar bo'lganda osh narsa uning kallasiga kelib oladi. Hatto uning o'zlik ko'z qarashi, o'ziga bo'lgan ishonchi kin ayollikdagi bek chiqishlar ta'sir qildi. Biroq ayollar undan emas. Ayollar erlarning ishkisini uning depressiya bir xil muhabbatning simvoli deb qaraydi. Chunki yanash rastga qilib bersa, ikkinchi qatim shu ishni qilmaydi deb qaraydi. Shu ayollar kuchayib aytganda ayollar nurg'un narsani avval bilib andan so'raydi. Shu bu vaqtda erlar inkor qilgan vaqtda bu ayollarga nisbatan yolg'on so'zgarlik bo'ldi. Demak, bu yerda ayolning ko'ngli yerim bo'layotgani erining qilib qo'ygan ish emas, balki qilib qo'ygan ishini uningda yushiganligi uningga teximiz zarb bo'lgan gap. Shunga bu vaqtda menimcha rostga qilsa, har qanday bir ayol erni kechirib o'tadi. Ammo yolg'onga qilganda bo'lsa, ayolda gumon bo'ldi. Bu gumon tasavvurini keltirib chiqardi. Bu vaqtda bu ishning oqibati ishkilisiga foiz bo'lgan gap. Endi o'tmish agar muhabbatlik oilaga, muhabbat asos kuchli oilaga nisbatan bak muhim masala bo'lmasligi mumkin. Muhabbat asos ojizroq oilalarga nisbatan o'tpilchisi bo'lib qolishi mumkin. Mush sabablardan oldingizga kelayotganlar bormi Batigilda? Meningcha shu ayollar qonunli er-xotin bo'lgandan keyin burunqi tarixlarni surishtirib qilmagan yaxshi. Shu to'y xiti elib qonunli to'y qilgandan keyin bir-biriga sodiq bo'lib, bir-biriga kuyunib, inoq yaxshi oila barpo qilsa deyman. Endi meni oldimga to'y qilib bo'lgandan keyin, bir necha yil o'tgandan keyin mana shunday burun yo'ldoshim palonchi bilan avdishib ekan, unda qilib ekan, munda qilib ekan degan gaplarni anglab, ikkisi shuni bir obdan yutayotgan er-xotinlik munosabatga ta'sir etib, arz qilib, munosabat buzilib ketgan ishlar bor. Buga ish bo'lib bo'ldi. Bundan keyin turmushimizni qadrlab, o'zaro bir-birimizga hurmatini qilib, ayollar shu oilaning inoqlik uchun tirishchilik ko'rsatsa deyman. Bizning qonunimizda qancha yosh to'y qilish yoshiga yetgan yosh hisoblanadi? Davlatimiz o'ylanish qonunininki shu 6-moddasida o'ylanadigan 22 yoshdan, ayol 20 yoshdan oshgan bo'lishi shart deb aniq belgilangan. Ondan sonra şartını kengaytib bırak desek programımızga erler 22 yaştan aşkan, ayollar 20 yaştan aşkan halatda, jörisiz halatda tizimiltib programımızı özünüzün təliyini sınab baxsanız buldu. Özara ustazlar bilen, men bilen, mana bu şəhət turğan naq meydandaki mehmanlar bilen fikir almashtırış imkaniyetiniz buldu. Rahmet Batigildə. Bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, 4 nafar qizning asosan hammasi chiroqni o'chirib o'tibdi. Lekin umid yanilba, bu tarafimizda 2 nafar qiz Risolat bilan Gulzar chiroqni saqlab qoldi. Agar xohlasangiz har ikkalarnikini o'chirib olsangiz bo'ladi yoki birasini ib qolsangiz bo'ladi. Qani, marhamat. Obdan qarab elparsizda, bayatınızı. To'g'ri. O'chirib etamsiz? O'zim qilay. Fursat bo'ldi. Demek için Risolatning chirig'ini ib qolganingizni xursand bo'lamdi. Baya Risolat men kelgan vaqtimda boshda diqqat qilib soldim-ku.
Aldı bilen tashqi yaptığı dikkat qilib qoldim. Qarsam bir xil gaqilishlardan tortib bir xil yumshoq, muloyim his qildim. Anan keyin Alima bilan paranglashgandan his qilib qoldim. Nurg'un jihatlardan bir xil men rozi bo'lgandek bir javoblarni bera oldim. Alimalarni gördünüz az bo'lmoqda. Endi biz programmamızın qaydısı boyunca risolatni naq maydon o'ttirib taklif qilamiz, Elshad ham meni taklif qilamiz. Agar har ikki taraf o'zaro bir-birini xalab qo'l tutishib sahnadan chiqitishni tanlasa, undaqda programmamizni alayib talab qilgan Tilsim oltinchiligining naq maydonda ularga to'yliq oltin uzuk mukofotini topshirib beramiz. Undan sirt yana atirgul nusxasi tushirilgan ayollar maydasiga taqaydigan oltin bulapkini sovg'a qilamiz. Tilsim oltinchiligining sovg'ati sizlar uchun tayyorlandi, lekin oltinni elish olmaslik sizlarning ixtiyorligingizga bog'liq. Undan boshqa agar sizlar to'y qilish musobaqasiga ulashib, to'y xatinlarning programma guruhimizga ta'minlab bera olsanglar, undaqda sizlarningki Şirnay sayohatinglar, ya'ni sayyohga borgan Şirnay sayohatinglarning butun xarajatini programma guruhimiz ustiga oladi. Undan sirt agar o'zingizni atlab qolsanglar, o'zingizni atlash haqqining 30%ni programma guruhimiz ko'taradi. Xo'sh, qani, o'ylanish vaqti 5 sekundda. 5 4 3 2 Mübarek olsun. Hani bugün elçi programımızdan tuncu sanının, tuncu mihmanılar meydanımızdan dehmet çıraylık bir kızın koldan tartıp etçip ketmekçi buluvatıdız. Bular qarab bir taraftan nesligimiz kırıvatıdı, yeni bir taraftan bularga işçimizde nurgun baxtlan silavatımız. Hayat mana şunda. Hayat bizning onunla samimiy muomala qilishimizni kutadi. Chunki hayotda samimiy muomala qilsak, biz uni samimiy muomalasidan javob qaytaradi. Bugun ishkanlar o'zaro samimiylik bilan bir-biringlarga muomalada bo'lib mana qo'l tutishib sahnadan ayrilishib turibsizlar. Ayrilishdan burun Tilsim oltinchiliginiki bir tal oltin uzuk, to'yliq oltin uzuk mukofoti bilan atirga nusxasi tushirilgan oltin medalyon mukofotiga erishdinglar. Qanday bir taraf qo'shganlarning erkinligiga bog'liq. Üzükten sizge takap koy. Bunu alamı soğuksam kana qaraysiz. Anlayman. Anlayman. Kısalık bildiğe yaxşı kızı anda kısına içip gerek. Müşü takap koyuştu burun bir yazıga qısam bulamı? Boludu. Undaq bolsa bu gapni addiyli qilmang. Siz aktyorlik kasbida o'qib ekansiz. Bir romantik holat ifodalab baqsiz qanaqdaysizlar qizlar? Alqishimiz bilan, ha? Sizden fakat adli bir savol sorayım. Özünüzden osmondagi yulduz bilan nima farqingiz borligini bilamsiz? Bilmayman. Yulduz osmonda, siz qalbimda. Sizga romantik apangizga medalyonini tutganlar. Salat sağlam, davamlıq müşündaq şab qalbiniz bilan Elshadga samimiy muomalada bo'lib, baxtli musobaqa ulashqaysiz. Elshad, sizmi guldek bir qizning sahnamizni olib chiqitish oldida turibsiz. Bu chiroyli gulni asrash sizning vazifangiz. Rahmat sizga. Xush xabaringlarni yetkazishni tutqanlaysizlar. Bo'ldi, albatta. Rahmat sizlarga. Unda biz alqishimiz bilan bo'lamiz. Qaytib Ben baş sahne çıkan vaxtımda nəhayət təmtirəb, ciddiləşib ketkendim. Axırda yana özlərimni tanışıb, keyfiyyatlarımni. Yani yaxşı mənim aldım. Onun için risaletini görgəndən keyin azraq suallarını soraşqandan keyin özlərə bir azraq düşənçəyə ega oldum. Onun sırf ustazlarına bir fikir veriş arqılıq risaletini texmi düşəndə mən axırda tanladım. Keyin proqramdan düşkəndən keyin texmi bək düşünüşüb, çıxışıb, yaxşı ötüb keçimizni ümid qılıram. Mən bu proqramğa özümni bir sınab baqay deb kelgan edim. Biroq o'ylamagan yerdan Elshadni uchirib qoldim. Bundan keyin ikkimizning yana davomli bir-birimizni tushunib o'tishni umid qilaman. Elshad bilan risolat qo'l tutishib tushib ketganda ajoyib masligimiz keldi. Eng muhim ishimizni baxt tiladik. Biz programmamiz orqali mana shunday baxtli bir juftlarning dadil qadamlari bilan sahnamizga qadam besib, ham dadil qadamlar bilan qo'lni qo'lga tutishib sahnadan ayrilishini ajoyib umid qilamiz. Lekin har vaqt undaq bo'lmasligi mumkin.
biz ustozlar bilan birlikda, chiroyli qizlar bilan birlikda hayot hikmatlari haqida paranglashib, ko'pchilikka huzur bera olsak, shuning o'zimi yetarlik. Xo'sh ko'pchilik, endi tavandagi chiroyli naqshini sahnamizdan qo'l tushib ketgan Ilshod bilan risolatga atadik. Marhamat. Dildan söygen yarımga sovg'a qildin naqshamni zapmu güzel muhabbetli tulunaylı akşamni Dildan söygen yarımga sovg'a qildin naqshamni zapmu güzel muhabbetli tulunaylı akşamni ayrılmayız ikimiz Mengü görüştünüz Süygü izharda kömlemiz Bu bozulmaz derdimiz Muhabbet sen, muhabbet sen Muhabbet sen, muhabbetim sen Muhabbet sen, muhabbet sen Muhabbet sen, muhabbetim sen Dildan söygen yarımga sovg'a qildin naqshamni zapmu güzel muhabbetli tulunaylı akşamni Dildan söygen yarımga sovg'a qildin naqshamni zapmu güzel muhabbetli tulunaylı akşamni ayrılmayız ikimiz Mengü görüştünüz Süygü izharda kömlemiz Bu bozulmaz derdimiz Muhabbet sen, muhabbet sen Muhabbet sen, muhabbetim sen 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 Kutilmagan xo'shallikdan birisi yuz berdi. Mana programmamizning tunji soni bugun to'rdoshlar bilan yuz ko'rishgan birinchi mehmonimizlar naq maydonda o'zining samimiyligi bilan go'zal bir qizni ta'sirlantirib, ko'z oldimizda shu qizning qo'ldan yetilab sahnamizdan ayrildi. Biz ularga cheksiz baxtlar tilaymiz. Endi bu o'rin quruq qoldi deb o'ylaydi ko'pchilik. Quruq qolmaydi. Bu o'ringa biz yana bir chiroyli qiz mehmonni taklif qilamiz. Aliya, qani, marhamat. Qo'shqini, qizlarimiz yana to'liq 8 nafar holatiga qaytdi. Undaq bo'lsa biz ikkinchi yigitni sahnamizga taklif qilamiz. Taklif qilishdan burun biz LED ekran orqali bu mehmon bilan tanishib chiqaylik. Qani, marhamat. Yaxshimisizlar do'stlar? Ismim Dilmurod Abdulim. O'zim kasbim bo'lsa o'qituvchi. Bo'yimning egizligi 1.88 m, eg'irligim 72 kg.
Bu sahnega kelishga maqsadim o'zimdan o'xshash orzu, o'xshash maqsadga qizlar bilan tanishib, hayot musofirini birga o'tkazsam deb orzu qilaman. Mayda. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar güzel qizlar, ekran oldidagi ko'rinman do'stlar, ham ustozlarga olisman. Qirg'an Dilmurat odatim xil og'zingiz tatliq o'xshaydi. Qizlarni ko'rib yaxshimisizlar, go'zal qizlar deyaldingiz. Bunday deyishim oson emas-ku. Odatda mushtaq gaplarni qila olamsiz? Odatda mushtaq gaplar kunal qaptiman. Masalan, xohlagan bir qizga mushtaq gaplarni qila olamsiz? Ya, bu adab nuqtasini aytganlar. Odatda xarakter mijozingiz qanday? Mijozim ochiq. Xizmatingizni Shinjongda shu yerda o'qituvchilik qilaman debsiz. Qaysi fandan dars berasiz? Men dars vermayman. Men tor boshqarishda ishlayman emasmi? Ishxonada xizmat qilasiz. Ishxonada xizmat ham praktikat bolalarga yetaklayman. O'zingizning xizmatini yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Undaqda siz bugun mana naq maydonimizga keldingiz. O'ng taraf, so'l tarafda 4 dan 8 nafar qiz bor. Siz birga qarab qaysi qizga nisbatan qiziqdingiz? Bizga samimiy so'zingizni deb baxsizda. Men birinchi numar Mayir. Fayzaga chiroy turqimi yoki bo'y turqimi sizni bakrak qiziqtirgan? Bakrak qiziqtirgan shu bo'y turq. Chunki Dilmurat sahnaga chiqqanda his qilgansizlar, ish qilib ishimiz egiz pas mushtaqil turyapmiz, burun bir ish qoplayapti. 80-yillarda cho'nglarimiz ishlatadigan birisi mundaq, egiz birisi mundaq kichik shu holatda turib qoldik. Demak, qarasa qizlarning ichida eng egizi Fayza bo'lgandan keyin, xo'sh, Fayza Dilmuratning bu qiziqishi qanday javob qaytarsiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Men bu odatda egiz bolalarga umrab. Voy, qariyada chiqdi. Sizning bo'y o'lchamingiz masalan cho'qim bir o'lcham bo'ladi-ku. 1.80 dan yuqori bo'lishi kerak. Cho'qim 1.80 dan yuqori bo'lishi kerak. Sizning o'lchamingiz bormi? Mening o'lchamim bor. Cho'qim 1.70 dan yuqori bo'lishi kerak. Xeyli yuqori o'lcham qizlarga nisbatan, chunki 1.70 bo'yi bor qizlar bak ko'p uchramaydi-ku. Undaq bo'lsa, erkin ixtiyoriy holatda qizlar Dilmuratdan, Dilmurat qizlardan savol so'rasa bo'ldi. Qani Arzu. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Men bir savol so'ray. Muhabbat ish baqqanga siz? Muhabbat ish baqqan. Kesib berdingizmi? Endi cho'qim muhabbat ish baq deb o'yladim. Bundan burun aralashgan, eng uzoq aralashgan muhabbatingizni bir sifatlab baqsangiz. Bo'ladimi? Bo'ldi. Burunqi muhabbatim chiroyli, xushxo'y, adabli. Qamsiz ish qaylib ketdinglar? Deb bermaymi deb turasiz. Bo'lmaqdi. Balki mijoz kelishmagan bo'lishi mumkin-a? To'g'ri. Savolingiz tugadi Arzu. Qani qizlar? Aliya. Siz qanday tipdagi qizlarni yaxshi ko'rasiz? Ochiq yo'ruq, adablik, cho'nglar kuyingan statistiki qizlarga yaxshi ko'raman. Men bir savol so'rayman-da. Adablik degan qaysi tarafni ko'rsatmoqchi demoqchi bu? Adablik degan shu sanduqning ichida nimalar bor? Bo'yliqi ota-onalarni hurmatlaydigan, o'zining yo'lishini hurmatlaydigan demak, mush taraflardan demak. Har qanday vaqt shuni gapini anglashni bir xil hurmat deb qaramsiz yoki sizning kallangizdagi hurmatlash qanday hurmatlash? Meni kallamdagi hurmatlash shu men bo'lgan, ham ota-onam bo'lgan hurmatlash hamda oilada demakchi. Yo'q, u to'g'ri. Hozir hamda go'zal gaplar ko'p. Ammo go'zal ishlar oz. Konkret ishlar oz. Konkret ishlar oz. Ham bu yerda hurmat degan shu qaysi bir harakatni hurmat deymiz, shu aniq olmayotgan gap. Bunda qilaylik Ali. Men opsi bo'lib beray bu Dilmuratjonning. Xohlagan qizlardan ikkisi chiqib, shu chunki qizlar qiyin opa bilan yuz ko'rish bosqichida eng xijolat bo'lgan, lekin konkret harakat ifodalangan vaqtlar mushta vaqtlar o'qib qaysinglar chiqsizlar. Arzu Arzuning aktyorlik tazroq talanti bor. Misol deylik. Nayt aniqki opangiz bilan masalan sizning ayolingiz o'tirsida surkilish oldi. Aniq opangizdan xato. Sizmi bilasiz uni? Opangizmi biladi? Ayolingizmi biladi? Bundan sonra bu yerda ayolingiz hurmat qilish uchun garchi onangizdan xato bo'lsa-mu, gapini anglish kerakmi yoki o'z maydonini shariylash kerakmi? Pek yaxshi bizga hikoyadan bir detal berdi-ya. Xo'sh, boshlab ketdik qamsa.
Hey balam, men seni chu o'g'il deb tuqqan. Bir kunda bir vaqt tamoq etilmagan qanday o'yib ketdi bu? Ayoling tamoq etalammi etamamdi? O'zingiz bir deb yetmay etalamsiz etamamsiz. Mening o'g'lim kun bo'yi ishlab osh qilsaq juramda balam. Tanıdıysam ya onu boydikken. Tanrı tutdingmi? O'ziga tutqaningiz bo'ldi. Voy, abanız etkizmemsiz. Voy, mening qon besimim o'rlab qolganmi? Voy, qozon beshig'im chiqdingmi? Dexe o'tam oyoqqa. Qozon beshig'im chiqdimi mening balam? Voy, apa. Sizga opangiz shundoq o'rgatganmi qizim? Voy, kelmansiz. Apam yoqqa tamalzam gaqilay. Voy, apa dedim sen. Dememsiz deyman. Apam kechki tomoq etiveramda. Helimama hozirgacha 30 Maydi yoshgacha. veremdimsa, maydi veremdim. Bo'ldi, bo'ldi. Men tomoq ichish. Apanız aytsın siz etamsa. Qizim, malli etay, ketamsiz. Yo'q, apa ketmayman. Ishkimiz taytaylik. Eng yaxshi cho'nglardan qutuladigan birdan-bir psixik holatni ifodalama arzu. Aykilab turasiz. Aykilab turib, amaliyotda o'zi tomoq etishni bilmaydi ekan. Lekin men shu vaqtdan shunchalik qizlarning hammasini hammanglar bek chiroyli ekansizlar. Qarab shunchalik masligim keldi. Mening 2 qizim bor. Shuningga o'xshash mustakil sizlarni har bir ko'rgan vaqtlarimda, har bir qirqliqlarni men o'zimning qizlarim bilan tan ko'rib, xo'shligimda sizlarga shunday talablarni qo'ygim kelyotdi. Qizval bo'ldi dekansizlar, cho'qqim hech nimani qila olmayman degan. Biz qila olamiz. Biz sog'lom qalli bo'lgandan keyin ishni qila olamiz. Xo'sh, Dilmuratdan bevas so'rayli, tamoq etamaydigan, lekin siz yaxshi ko'radigan qizga uchrab qoldingiz deyli. Qanaqa qilasiz? Tomoq etishni men o'zim etalayman. O'zimli bitibman da. Aldirmay yugarsak bo'ladi. Bilmayotgansiz da. Ya, ularni aldirmay yugarsak bo'ladi. Har qanday ishning aldirmay nima bor. Masalan, nim tomoqlar etalaysiz? Men sayqor yalayman. Lag'man so'manlarni qilaman. Ximir jug'rayalamsiz? Ya, ximir jug'ramayman. Ama xemini setib olaysan. Ximini setib olaysan. Men shu yerda bir ismga qoldi, bir tavsiya. Mushu har qanday bir qiz bola jo'r tanlaganda cho'qim bir narsa diqqat qilish kerakki, cho'qim o'qigan odamni birinchi ulab tanlash kerak. Bu o'qigan odam har qanday bir ishlarni o'qimagan odam qaraganda intan yaxshi bir taraq qila oladi deb qarayman. O'qimagan qizlarni-chi? Endi qizlar masalasiga kelsak, qizlarda o'qigan qiz bolalar albatta o'qimagan qizlarga qaraganda cho'qim ustun olib turdi. Chunki uning ishlarni bir taraq qilishi, bo'labmi shu qiyni Anam qayni ocha munosabatlarni bir taraf qilishi o'qimagan qizlarga qaraganda nechasi ilg'or bo'ldi. Shunga Mao Dilmuratning hozirgi bergan javobida men tomoq etalayman deb tomoq etishni bir xil naytdi bir xil xushallik va faxrlik tuyg'usi bor. Agar Dilmurat o'qimaganlar bola bo'lgan bo'lsa, tomoq etalayman degan bir xil go'zal ishni u cho'qim bir o'ziga nomus yoki bo'lmasa g'urur oldigan bir ig'ir ish deb o'ylab olish mumkin. Xo'sh, qizlar, yana savollaringlar bormi? Dilmuratga beraylik endi bu qitim fursatni, ya. Dilmurat endi o'zi xohlagan qizlardan savol so'rab baqsa bo'ladi. 2 nomerlik mayli. Aliya. Aliyadan bir savol so'ray. Siz odatda qanday tutdiki o'g'illarni yaxshi ko'rasiz? Mijozi demek. Men odatda ochiq yo'ruq, jalliq, anonlik o'ziga bo'lgan ishonchisi va o'g'illarni yaxshi ko'raman. Dilmurat, sizga nisbatan o'ziga ishonadigan o'g'ilval ko'rindimi, o'ziga ishonmaydigan o'g'ilval ko'rindimi? O'ziga ishonadigan. Rahmat. Yana savolingiz bormi? Men bu yoqdan qani go'zal. Savol so'ray, go'zal. Siz odat tomoq etalamsiz? Etalayman. Masalan, eng yaxshi ko'rib qanday tomoqlarni etalaysiz? Ximir jug'ralayman. Polodan boshqa tomoqni etalayman. Demak, ximir jug'ralaydi. O'zingiz ancha qiziqmadingizmi yoki tez ko'ramsiz? Men azaldan guruch tomoq yemayman, shu polo ichganman. O'zingiz yaxshi ko'rmaydi ekansiz-da? Siz poloni yaxshi ko'ramsiz? Har qanday qilgan bola yaxshi ko'rdi deb o'ylayman. Demak, mushu masalani qanday bir taraf qilish kerak? Ham siz bu yerda o'zingiz yaxshi ko'rmaysizmi? Mushu Dilmurat uchun o'zingiz yaxshi ko'rmaydigan shu ishni qilamsiz yoki bo'lmasa o'zingiz yaxshi ko'rmaganligingiz uchun davomli yaxshi ko'rmay yuraveramsiz demakchi. Men o'zim bir savol so'rab baqsam bo'ladimi avval? Polo to'g'riliqmi ya? Yurishdan bir savol ekan, ha. Agar men siz uchun polo ish o'rgansam, siz menga nima ish qilasiz? Bu xato emas. Bu qizga otishliqmi Ali? Yo'q, bu endi nima desa, nurg'un qizlar o'ylig'ini demaydi. Bu qiz o'ylig'ini dedi. Dedi-ya. Shunday sevimli ko'rindi deymizmi? Nima ish qilib bera olasiz? Bir narsa qilib berasiz, cho'qim qilib bermanda qo'limni kasla. Bak, eg'ir shart qo'yib atmanga qani deb yiqman.
Sen hem de müşahede bir nersin bilişin gerek. Muş kızının hem de yüzeyi polonu hiç yakış görmeydi, asıl etmeydi. Sen mevcut olmasanmış dünyada. Muş kız polodan ibaret bu tam bilen uçraşmaydı. Ama sen üçün. Yani kelgüsteki yüzden görs üçün, yüz yakış görmeydiği şu işini kılış arkalık yüzden vakti ve zihni ve aklını kurban biri vatıdı. Sen bu kıl kurbanlıkını bir kıl liso dangren. Çokum kılışık tegişlik Çokum kılışık oylamak işler karamsa, yoki muşu men üçün kurbanlık badi degan bir sende minnettarlık duygusu bolamdı demekçi. Albatta minnettarlık duygusu buldu. Bunu qanday ifodalaysan? Pulu keldi, bir iş banda baksın mekilan güzel. Bir taksiga battı puludan birini. Tutun qani, ha. Tuncu qitim yetişici mi bu? O xotin nimanda o'xshab ketgan polo. Tetbiq qilib andan sana o'zimning ko'nglimni bir. Sen nim desang shuni aytaymi? Güzel qandaq bo'ldi ekan, pulu atgandik to'yg'in tap oldingizmi? Bugün işte oylaşamsınız, oylaşmamsınız. Oylaştı. Oylaştınız mı? Menimce güzel hazır en baxtli to'yg'usiga cho'mdigu deyman. Cho'mdi, ya. Chunki og'andan berganidan baxtli bo'ldi-chu. To'g'ri. Shundoq. Shuni unutib qoldi. Shartiyatni unutib qoldi baya. Voy rahmat, men mani qilib minnat xo'sh bo'ldim deganni ifodalaganda, u o'zining bir vaqt ashqog'ini unutib qilib, rahmat degan tuyg'udan ayol kishi shundoq xo'sh bo'ldi deb o'ylayman. Bu qizning boya tatlı kulkisidan shundoq bir ayollarda bo'ladigan eng go'zal tuyg'uni his qildim. Dilmurat poloni ko'rib xotinlar dedi ғой uning ustiga. Shundan ko'nib o'tgan. Amaliyotdami Dilmuratning bu qiz uchun bir narsa bilsin hojati yo'q-ku. Ash poloni yaxshi ko'rganligini o'zila menimcha qarshi taraf uchun bekjon sovg'at hisoblandi. Ashning o'zli minnatdorlik ig'iz bo'lmaydi. Harakatdim faqat sizning chiroy ifodang his tuyg'uңды bo'ldi. Tuyg'ularda bo'ldi. Mana polonim it bo'ldik qizlar, xemirnim jig'irib bo'ldik. Endi bir samslarni yiqib baqaylik, yana qaysilarning savollari bor? Ha? Aliya. Yaxshimisiz Dilmurat? Yaxshimisiz? Sizdan bir jiraqroq bir kelgusidagiraq bir savol so'rab baqay. Kelgusi siz turmush qurib bo'lgandan keyin bir yaxshi bir er kishiga nisbatan shaxsiy portmonla ayolning surati cho'qim bo'lishi kerak deb o'ylamsiz yo? O'ylamag'an yerdan chiqdi bu savol, ha? Savol chiqishdan burun bir savol kelib, siz odat portmol ishlatamiz? Men odatda portmol ishlatmayman. Amsi nega so'z bularni so'radi? Hamda bu xil savolning yana boshqa variantlari bor. Masalan, ba'zi ayollar bor, sen cho'qim undidor bosh surtingga mening ishkimiznikini chiqarsa yoki bo'lmasa filmensiz men chiqarsan degan talablar bo'ldi. Birinchi ular biz shu talablar ayollarning mush talabi o'rinliqmi, o'rinsiz talabmi biz mana deyishimiz kerak. O'rinliqmi Aliya? Men buni o'rinliq deb o'ylamayman. Chunki u Amsi nima ish bundoq so'raysiz? Chunki atrofimda mening do'stlarimningki shundoq shart qo'yganlari bor ekan. Demak siz bu savolni Dilmuratdan emas, o'zingizdan so'raydigan savol. Xo'sh, qizlar. Gulzar. Yaxshimisiz Dilmurat? Yaxshimisiz? Sizdan shuni so'rab baqay, boya dinozg'i bo'yi egizligida o'lchami bor deb. Yosh farqini muhim deb qaramsiz? Xilchini bor savol-a. Yosh farqi kelsak, Masalan, sizdan cho'ngroq bo'lib qolsa demakchi. cho'ngroq bo'lsa bo'lmasmi? Bir yosh cho'ng bo'lsin bo'lmasmi? Ya. Adabsizlik bo'lsin so'raysiz, necha yoshga kirdingiz? Men 31 kiraman. 30 yoshli qizal bo'lsin bo'lganda, biz 1 yosh kichik bo'lgan ekan. To'g'ri. O'zim bilan tang bo'lsin bo'ldi, lekin mendan cho'ng bo'lib kelsa, buni men qabul qilmayman. Mayli nim bo'lsin, sening o'zingning mana shu o'ylig'ini, ko'z qarashi to'g'ri. Ammo yana har xil odamlar bor. Masalan, o'zining cho'ng yoshlarnimi? Ammo o'zining cho'ng umi to'g'ri, bumi to'g'ri. Shu bu yerda kimning to'g'ri xato masalasi yo'q. Kim qanday alam masalasi bor. Shu ba'zi vaqtlarda sizlar eng yaxshi javobni izlayman demay, o'zingning eng rost javobini bersanglar, eng yaxshi javob hisoblanadi. Fatigulada qonun yeshiga to'shqan yosh cheklimisidan sirt er ayollarning yeshida masalan er mancha yoshdan cho'ng bo'lib kelsa bo'lmaydi, ayol mancha yoshdan cho'ng bo'lib kelsa kichik bo'lib kelsa bo'lmaydi deydigan o'lcham talablar bormi? Undaq talab yo'q. Ayol o'tirishidagi masalan farq 15 yosh, 20 yosh yoki undan cho'ng yoki undan az kichik bo'lib kelsa-mi, bo'laveradi. Endi faqat bu yerda oldingi shart cho'qim shu to'y qilgan er ayol o'z ixtiyori bilan to'y qilgan bo'lishi. Yuqorida Xayriguldam, Fatiguldam Ali ma'lum nayti tetimliq paranglari bilan ko'pchilikka savatlarni so'zlab berdi deb o'yladim. Mayli qonun tarafdan bo'lsin, mayli turmush tarafdan bo'lsin, mayli psixika tarafdan bo'lsin, ko'pchilik o'zinglar ehtiyojli nuqtalardan xil ko'p narsalarni bilib oldinglarmikin deb o'yladim. Dilmuratning bir tarafiga xush bo'ldik, ya'ni
o'zining yaxshi ko'rdiganini ko'rman deyaldi, ko'maydiganini ko'mayman, qabul qilolmayman deyaldi. Demak, mana shundaq o'zaro paranglashib sirdish jarayonida hozir chiroqdan faqat 3 chiroq saqlanib qoldi. Qolgan chiroq biroqni o'chdi. Ya'ni Rahila, Arzu, Güzel. Mush 3 qizning chirog'i saqlanib qoldi. Demak, bularning sizga bo'lgan hurmati. Endi siz o'zingiz berib, o'zingiz chiroqlardan xohlagan birini yo ikkini yo 3ni o'chirsangiz bo'ladi. Meni bir savol so'rag'im kelib qoldi. Ha, Xayrgulda. Dilmurod, siz nima qizlardan bo'pmisiz boy chiqqan vaqtingizda Faizani bo'yda qizlarni yaxshi ko'rman degandingiz. Shu qiz chiroqni o'chirayotgan vaqtda nima uchun mening chirog'imni o'chirib etsiz? Mening nima kamchiligim bor, sizga yarmagan nima ishim bor deb so'rashni to'g'ri topmadingizmi? So'ray deb o'ylagan. Hozir mushu holatda men shundoq bir narsani degim keldi. Qizlar shundoq turgun, shundoq jo'shqin, turmushni shundoq suydi. O'g'illarda shundoq jangovarlik kam. Mushu qizlar shundoq dadillik qilib sizning chirog'ingizni o'chirib o'tadi. Lekin o'g'il valdachilikda siz cho'qib berib shu qizlarning nima uchun o'zini inkor qilganligini so'rash jur'atimi yo'q bo'lsa, mening shu nurg'un o'g'illar shundoq jur'atga chekinib ketadi. Siz dadillik bilan shu savollarni so'rab baqqan bo'lsangiz, buningdan keyingi ekran oldidagi o'g'illar bo'lsin, jo'rsiz o'g'illar bo'lsin, hammasi to'y qilish yoshiga yetgan bo'lsa, o'zini dadil turgun, o'zi qiziqqan har bir qizlar qarta bir tushunish fursatini o'zi yaratsa ekan, aktivligini oshirib, aktiv holatda qizlarni tushunib beqishga, kamchiligi, ortiqchiligi hammadan huzur erishga o'ziga bir fursat yaratib baqsa degan umidim bor. Shu umidni Xayrguldan sizdan shundoq cho'ng umidlarni kutib o'tadi. Deymizmi, elchi programmamiz go'yo aynakka o'xshaydi. Qayda siz uyingizda o'tirib to'r dunyosi orqali elchini ko'rsangiz, balkim o'zingizni ko'rgandek o'ylab qolasiz yoki do'stingizni izlayotgandek hissiyotga kelasiz. Va yoki ota-onalar o'zining bolalarini toza tushunmayotgan nuqtalarni elchi programmamiz orqali tepib olishi mumkin. Biz naq mushularni orzu qilamiz. Qani biz Dilmurodni Faizaning oldiga taklif qilamiz. Oldiga berib so'rab beqing qani. Mesela sizden so'rab baksam, o'zingizmi bo'yi egizgan. Mening bo'yim egiz. Siz mening tashqi qiyofatimdan qarab, endi meni yoqtirmidingizmi yo boshqa jihatdan? Endi siz hamma jihatdan yordingiz. Bo'y jihati bo'lsin, mijoz xarakter, hamma jihatda yordi, lekin yosh farqimiz to'g'ri kelmaydigan deb o'chirdim. Faizaning hozirgi javobi nihoyat ko'ngilli bir javob. Bu yerda bir xato tushunishyapti, toki Faiza shuni tushundirmigicha. Nurg'un vaqtlarda biz tanlamasak, men yaxshi ko'rmayman desa, nurg'un odam nima desa, menda kamchilik bor o'xshaydi deb qaraydi. Amaliyotda ba'zida odamlar o'zining kamchiligi uchunmi boshqalarni rad qiladi. Ras. Shu an nurg'un vaqtlarda birovni yaxshi ko'rmaslik hargiz uning hammadan tarafidan yaxshi ko'rilmaydiganlik, yaxshi ko'rishga arzimaydiganlik emas, balki nima desa, maskenmaslikdami bo'lganligini biz bilishimiz kerak. Menimcha Faizaning bu javobi Dilmurodning bir ig'ir qalbidagi bir ig'ir bir qop-qora bulutni menimcha elib etdi deb qarayman. Ali ma'lum bayatdan aytdi, yaxshi so'zlab berdingiz. Sizdan mundaq bir narsa so'rag'im bor. Endi biz tunji muhabbat deb chiroyli naqshlar bor. Tunji muhabbatni kitoblarda ajoyib tasvirlaganini bilamiz. Tunji muhabbat haqida nurg'un kishilarning tatbiq aslamlari bo'ladi. Lekin ko'pincha vaqtlarda tunji muhabbat ko'ngilsiz oxirlashadi va yoki natijasiz oxirlashadi. Mushundaq oxirlashishga boya siz degandek vaqtida ifodalamaslik, kechikib bildirish va yoki tushuntirmaslikdek va hokazolar sabab bo'lganmi? Endi tunji muhabbet nimaga o'xshaydi desa, siz bir shaharga tunji qatim borganga o'xshaydi. Men tunji qatim Shanxayga borganda o'zimni boshqa bir dunyoga kelib qolgandek bir his qilgan. Ammo hozir men Shanxayga borsam, asosiyatan u xil tuyg'u menda mavjud emas. Chunki siz har qanday bir yerga tunji qatim borgan vaqtda siz u yerning qanday ekanligini bilmaysiz. U vaqtda sizni bir xil bütün o'zingizga tunish bo'lgan dunyo bir qatim yo'qolib, yangi bir dunyoga kirib qolgandek his qilasiz. Shu tunji muhabbat degan nima esa, bir o'g'il bir qizga, bir qiz bir o'g'ilni ishkilisi bir-birisi uchun bir yot bir dunyo. Ular uchun shunchalik bir xil sirliq, surprise demdik, bir xil hayron qarorlik bo'ladi. Bu vaqtda ular o'zligini unutib, boshqa bir dunyoga kirib qolgandek his qildi. Shu bu yerda tunji muhabbatning shirin bo'lishi odamdagi masala emas. Uning tunji bo'lishidagi sabab. Şu nurg'un odamlarning tunji muhabbatini unutolmasligi, hargizmi odamni unutolmaganligi, Qosimjon yo Qurbonjon yoki Elijonni unutolmaganligi emas, shu Qosimjon, Elijon yoki Qurbonjon bergan tuyg'uni unutolmaydi. Va bu tuyg'uni izlab, buni tunji muhabbatini izlayman deb qaraydi. Amaliyotda buni 2-chi, 3-chi, 4-chi hatto eng oxirgi o'zining jo'risi amaliyot shu tuyg'uni ato qila oladi. Albatta shuni ato qilish ixtiyoriga to'liq ega bo'lsa. Rahmat.
Dilmurat, endi qaraydigan bo'lsak, mana 2 nafar chiroyli qiz Arzu bilan Güzel sizning hurmatingiz uchun chiroqni saqlab qoldi. Programmamizning qoidasi bo'yicha siz xohlasangiz bir chiroqni olib qilib, bir chiroqni o'chirib olsangiz bo'ladi. Yana xohlasangiz har ikki chiroqni o'chirib olsangiz bo'ladi. Bu ixtiyorlik sizda. Ben uçuruştan xıcılıvatıma, oş kızlarının özünü... Pitinanmayvatamsiz, qo'rqyaptamsiz ya? Qo'rqash emas, xıcıl oldum. Xijil bo'ldim deganingiz, ko'ngil oydim deganingiz, shundaqmi? Demak siz bir chiroqni saqlab qilishdan yana bir qizdan xijil bo'lyapsiz, ishkilisi o'chirib İkisini uçurup vazgeçmek. Birisi pulni tushirganmakchi. Haqiqatan sizlarni bek ayayotidi. Menimcha, qani qizlar o'zlari o'chirvasi bo'ladi. Lekin bizning programmamizning qoidasi buninglik bilan o'zgarib qolsa bo'lmaydi. Biz har navbat chiqqan, mayli o'g'illardan bo'lsin, mayli qizlardan bo'lsin, chiroq o'chirish erkinligini beramiz. Agar qizlar xohlamasangiz, shu vaqtning o'zida chiroqni o'chirvasangiz bo'ladi. O'g'illarmi, agar o'zingiz xohlamagan qiz bo'lsa, berib chiroyli o'zlaringizni bildirib chiroqni o'chirib yetib sahnamizdan tushib ketsangiz bo'ladi. Chunki elchi programmasida majburlash yo'q, zo'rlab tengish yo'q. Elchi programmasi u zamonaviy sahna. Bu zamonaviy sahna kelib o'zingizning ta'limini sinab baqsangiz tamamen bo'ldi. Shartimiz siz jo'rsiz bo'lishingiz kerak. Rahmat Dilmurat. Bugun aytib ko'ngil paranglashdik. Afsus, sahnamizdan yolg'iz tushib ketadigan bo'ldingiz. Yana bir qitim kelishni xohlamsiz? Yana bir kelishni xohlayman. Bo'ladi. Undaq bo'lsa, biz Dilmuratni yana bir navbat saqlaymiz. Xayr xo'shamsa. Xo'sh. Tunji qitim sahnaga chiqqanligimiz uchun ozroq o'diqishda tamtirashda o'zadi. Ben kerak sanga o'diqmay, tamtirmay o'zimni vesilib yana